olmuş soniyada 2019-yilning eng shov-shuvli smartfoni haqida gaplashamiz. Gap o'sha hammaga mashhur va hozirgi kunda ham o'z qiymatini yo'qotmagan iPhone 11 haqida ketyapti. Xotirasiga kelsak, 64, 128 va 256 operativ xotira esa 4 GB va ushbu qurilma o'z davrining eng kuchli chipi A13 Bionic bilan ta'minlangan. Aynan mana shu modelga kelibgina kamerada tungi rejim funksiyasi joriy etilgan. Orqa kameraning kvadrat panelda joylashganligi sababli foydalanuvchilar orasida gaz plita degan laqabni ham olgan. iPhone 11 2019-yilda Apple kompaniyasiga moliyaviy jihatdan ulkan muvaffaqiyat va bir qator rekordlarni ham olib kelgan. Bozorga chiqqandan dastlabki 2 oy ichida iPhone 11 o'zining avvalgi modeli XS'ga qaraganda 2 barobar ko'p sotilgan. Counterpoint Research tadqiqotlariga ko'ra, iPhone 11 2019-yil eng ko'p sotilgan smartfonlar ro'yxatida 2-o'rinda turadi va u 2020-yilga kelib mutlaq birinchi o'rinni egallagan.